Hammaga salom. Bugungi videoga yangi mashina olganman. O'sha birinchi yuk tushirish. Kecha yukladim. Yangi mashina birinchi yuk tushirish, keyin yuk bersa agar yuk yuklash. Xullas yangi mashina bilan bir kunlik ish kunini ko'rsatib o'taman. Hozir soat bo'lsa 1:42 kechqurun. Soat 01:42. Yuk fix. O'sha uchun shu vaqt start qilib ketish shart. O'zini beri ko'rsam. Ana beri yukni 8:30 ga tushirishim kerak. Bugun 23-sinov. Navigatsiya qilsa agar 528 kilometr bor. O'sha uchun soat 1:42 ga start qilish shart. Mashina yoqamiz. Yoqqandan keyin smenani ochish kerak. Начало Germaniya. Mana smenani ochdikki, endi kechqurun bo'lsa ham fonar bilan endi asfalt qilish kerak. Endi mashina hamma joyini yaxshilab ko'rib chiqamiz. Mashina hamma joyini shoshilmay, kechqurun bo'lsa ham, yomg'ir bo'lsa ham ko'rib chiqish shart. Joyiga haydamasdan oldin baklani yopiq. Eshiklar ikki tomon balonlar teng kesilgan. Yukni ham ichini ko'rish kerak. Hozir yukni ko'rsak, pustoy bankacha chiqib. Mana xullas hozir qarasak 3 soat bo'ladi ana. 3 soat 39 minut haydab keldim. 45 minut dam olaman. Agar yana haydasam agar 51 minut haydab olaman. Shuning uchun nachnoga 4 soatga bormaslik tavsiya etiladi. Endi unaqa qonun yo'q. Endi baribir 4 soatdan oshiq. 4 soat haydash yaxshi emas nachnoy smenaga. O'zi nachnoy smena. Hozir endi 45 minutlik pauzaga hozir zavtrak qilaman. Zavtrak qilish jarayoniga Google'dan ana bu adres bu rayqon joyim. Ana bu Diko kim nima ish qilib ana shu adresimni Google kartaga terib o'qiyman, hozir ko'rsataman uni ham video davomida. Nima qanday yuk tushirish kerak, hujjatlarni qanday olish kerak, xullas hamma informatsiyani ko'rib olaman. Boshqalarga ham Yevropa kelib ishlamoqchi bo'lsa, ana shu ishlab yurganlarga ham tavsiya etaman. Bo'sh vaqtingizga обязательно qayerga borayotganingizni Google kartadan o'zim video qo'yib ketaman. Ana shunday ko'rib chiqishingizni. Google kartaga kirsak, shu adreslarni yozgandan keyin chiqadi firma. Firma chiqqandan keyin yuqori qilamiz. Firma haqida ma'lumot, soat nechidan ishlaydi, обязательно ko'rish kerak. Keyin o'zi firmani pastiga описаниесiga yozilgan ham o'sha adres o'sha dispetcher tashlagan adres bilan solishtiraman, ko'rish shart. Aniq o'sha firmani tekshiruvimizmi yo'q. Keyin отзыв degan joyini bosamiz, keyin отзывlarini o'qishni boshlaymiz. Bu yerda zaezd koordinati qo'ygan, ana bir kishi rasmlarigacha tashlagan. Kirib ana beri parkovkaga turasiz. Bu yerda 3 ta 4 ta mashina turadigan joy bor ekan. Bu ofis og'ir yuklar uchun deyapti bu. Ana bu hozir yana listat qilsak, pastroqqa ana beri yozilgan. Agar pustoy bankacha ketirsangiz agar koordinat boshqa joy, ofisi yo'q ekan, boshqa joyga ekan. Xullas 3 ta 4 ta отзывlarni o'qish kerak. Qanaqa yuk ketiryapsiz, o'sha yukingizga mos отзыв bo'ladi обязательно. Bu mana banachka, pustoy banachka tushirish. Mana pustoy alyumin bankacha ketiryapman. Ana shu отзыв
menga nima deydi, taalluqli. Xullas, ofis koordinatlari ko'rsatilgan beri birinchi ofisiga kirayotganimiz koordinatiga, keyin joy bo'lsa o'sha yerga tushirar ekan. O'zi 3 ta rampa joy bor ekan ofisning oldiga. Agar bu yerga joy bo'lmasa, agar ichkariga tushirar ekan. Xullas shu ancha narsani bilib oldik, qayerga borishni, nima qilishni. Shu borgandan keyin katta uzun mashin bilan qidirib yurmaysizda, nima qilishni. Nima qilay? Mana bu ofis koordinatini kopiya qilib olasiz. Kopiya qilib olgandan keyin o'sha poiskovoyga shu koordinatni vystavить qilsangiz agar o'sha aniq ko'rsatadi точка ofis qayerligini. Yana beri nimasi ham bor ekan. Google Maps. Yana ko'chani ko'rasiz, sharoitni. O'sha kiraverish joyi to'g'ri ekan. Короче, borayotgan vaqt bilsangiz yaxshi, to'g'ri joyga borayotganingizni. Agar bilmasdan birdaniga to'g'ri joyga borib qolsangiz agar, keyin sizga surpriz bo'ladi, rastratsiya qilasiz. Короче, shoshilib qolasiz. O'yla ofis ekan o'sha eshikcha. Men o'ylayman, ana bu yo'li to'g'ri. Men o'ylaymanki, shu yo'ldan kelaman, orqa bilan kirib o'sha yerga nima qilaman, yoki ana beri yengil mashinlar, yo ana beri yuk mashinlar bo'lmasa agar, men borgan vaqt o'sha yerga qo'yib ham ofisga kirsam bo'ladi. Tualet chiroyli ekan. Bo'lmagan qarang. Suvlari ishqilib sharoiti yaxshi ekan parkovka. Bitta emas, bir gala. Shuncha. Plus sharoiti yaxshi ekan parkovka. Normal. Dugasini qarang. Bu yangi mashin. Buni hali vaqtim bo'lgan vaqt obzor qilib qo'yaman. Chiroyli. Xullas shu. Ana 45 minutlik pauza ham. Endi ketdik. Yuklash. Yuk tushirishga qarab gaz. Hozir 189 kilometr. Qolibdi. Yuk tushirish joyiga 189 kilometr. Ana beri kirdim. Boshqa joy yo'q ekan. Bu kirmoqchi bo'ldim endi. Ana bu eshik. Ana beri boshqa joy yo'q edi. Dokumentdan aytaylik. Ofisga kirdim. Aytibdi-ku, yo'qqa ketasan, zdaniyani oxiridan chapga qaytish kerak ekan, bor ekan. O'sha yerda. Ana Google ga ko'rgandik-ku. Shunga o'xshagan joyga boribdi, qarchi. Находится с левой стороны. Yuzi tushirsa, kara bilan tushiradi. Kara bilan tushirsa ham o'zi как раз ko'rsam. Qarang, kara bilan tushirish uchun tayyorlash kerak mashina. O'zi Yevropada doim tik saqlash kerak mashina. Endi ketdik. Mana bu 3 ta rampa. O'sha yerda so'rayman borib. Xullas, 12-rampaga qo'yaylik. 12 rampa, ana bu. Rampa 12 deyapti. Hozir ana shu rampaga qo'yish kerak, 12-rampaga. O'zi eshiklarni ochdim, lekin tom kazirokini ko'targanim yo'q. Chunki o'zi qattiq tormoz bersam agar nimaga
rampaga yaqin u kaziroq qaytib yopiladi. O'sha uchun rampaga yaqin boramiz, to'xtaymiz, kazirokni ochib, keyin rampaga yopishtiramiz. Bilmaganlar, yangilar uchun rampaga qo'yish uchun shoshilmaslik kerak. Iloji boricha zahot o'zingizga qulay qilishingiz kerak. Rampaga to'g'ri qo'yishni birinchi eng muhim yo'li shu rampaga podxod tekis kelishingiz kerak. Ko'p kishi o'ylaydi G-obrazni qilib qaychi qilib kiraman deb. Yo'q, qaychi qilib shart emas. Qaraysiz, oldingizga agar plashatka ko'p bo'lsa, agar ana shu oldiga qarab cho'zasiz, keyin to'g'ri orqa rampaga qarab kelasiz, sal-pal to'g'rilab. Bu rampa polosasi yo'q ekan, polosasi yo'q bo'lsa agar yangilarga rampaga qo'yish qiyin bo'ladi. Bir necha yildan buyon ishlab yurganlar bo'lsa agar o'sha o'rganib ketgan bo'ladi. Bez polosasi yo'q. Shunday qo'yasiz orientir bo'lib rampaga. Hozir o'sha men aytgan o'sha yuqori kazirokni ochish kerak. Chunki bu palet tomga o'sha kazirok xalaqit beradi. Banka patologgacha-da. Nakansa patologgacha. Yukingiz endi bizaga nima tandemligi uchun ko'pincha ana shunaqa patologgacha gabaritni yuklar tashiymiz. Lekin og'ir emas bu yuklar. O'zi ana shu bez sostav eshigigacha partsebi tegach bo'lib 2 tonna chiqadi ko'p bilan. O'zi ana bagor bilan, bu bagor deyiladi bu. Bagor bilan nimani ko'tarsak tomini tamom. Endi joyiga nimaga rampa ko'tarish kerak. Rampa ko'p nima ekan, baland ekan. Hozir ko'taray. Agar ko'tarmasangiz agar borib urasiz, ana bu atboynigi rezinkadan pastga tushadi. Ana bu qo'shni moshinam bagor bilan nimani ochibdi. O'sha kazirokni. Endi bemalol rampaga qo'ysak ham bo'ladi. Rampaga yaqin kelgan vaqt обязательно tushib qarash kerak. Rampani baland pastligini ko'rishingiz kerak. Ba'zi vaqt rampalar ko'p past bo'ladi. Ba'zi ayrim rampalar ko'p baland bo'ladi. O'shanga regrof qilish shart. Nima bo'lsa ham tushib ko'rishingiz kerak rampaga. Keyin rampaga yopishtirish vaqti qattiq razgon bilan urish shart kerak emas-da, tavsiya etilmaydi. Baribir u atboynik temirdan nima bo'lsa ham bukilishi mumkin. Ana shu ostda kelib to'xtasangiz bo'ladi. Hozir status qo'yibman. Endi bizning ishxonamizning ichki tartibi shunaqa. Xullas, status qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi qolgan boshqa eshiklarni ochishim kerak. Bu tandemga bu aytibdiki, rampani ko'tar. Yana nimangni ko'tar deyapti, mashinangni. Dakansa ko'tarish kerak ekan. Qaror rampasi ko'p baland ekan. Endi vashita o'zi tandem standartlardan sal pastroq bo'ladi, xuddi Megaga o'xshagan. Keyin so'raysiz nima bilan yuklaykan? Mana u elektrorohlicha bilan yuklaykan. Demak, ana bu pastdagi noshkalarni tushirish shart emas. Endi o'rtadagi eshiklarni ochsak, o'rtadagi eshiklarni ochib, mana trapchasi bor buni. Pritsepni ajratib o'tirmaysiz. 3 ta eshiklik tandem bu, parovoz. 3 ta eshiklik. Eshik, har bitta eshik o'rtasidan yana bukiladi. O'sha o'rtasidan bukilganiga chiqadi, qarochi. Bu qarochi so'rayapti mendan qayerda nima qilishni, ofisni. Xullas, tandem 3 ta eshiklik ana shunday bo'ladi. Bukiladi eshigi. Tashqariga qilasiz. Ochib qistirib qo'yasiz. Bu o'rtani ham nimasini ochish kerak. O'sha yuqorisini, yuqori kazirokni ko'tarish kerak. Chunki bu ham tegadi. Esdan chiqmasin o'sha. U ana yuk tushirayotgan bo'lsa agar, yuk tushirayotgan e'tibor bermaydi, yuqoriga qaramaydi. Shunaqa hodisa bo'lgan. Menga emas, hech qilib yuk yuklash, yuk tushirish jarayoniga ko'rganmiz.
Ayrim shoferlar esidan chiqargan o'shani ko'tarib qo'yishni, yuqori kozirogni. U yuk tushirayotgan shu nimasi bilan, rohlisi bilan urib yuborgan, sochilib ketgan bu bankachalar. Короче, bunga bagor shart emas, ana bu nima shtanga bilan buni itarib qo'ysak ham o'chiladi. Endi o'sha yangi bo'lgandan keyin hamma joyi nima? Yengil ochiladi. Ya'ni shu ana endi hamma narsani olgandan keyin trapani tushiramiz ana ruchkasidan. Xullas, ko'pchilik o'ylaydi paravozga fa deb pritsep ajratasizlar deb. Yo'q, ana shunaqa rampaga qo'yasiz, ana shunday yuk tushiradi, короче, o'zi. O'sha tushirishni boshlab kelyapti taqir qilib. Endi kutamiz hujjatlarni. Tushirib bo'lgandan keyin hujjatlarni beradi. Qanday mana shunday yuk tushirish bo'ladi. Pritsep ko'rinmasligi kerak вообще. Ikki tomondan rampaga qo'yayotganlar. Pritsep ko'rinmaydi. Qanday uchun ham qo'l pritsep uchun ham shunday qo'yish kerak. Rampaga. Pritsep ko'rinmasa agar, demak tik turasiz. Bu polosasi yo'q rampa, polosasi yo'q edi ko'rganlaringizda. Ko'rsangiz, polosasi chizilmagan. Mana yondagi chiziqlarni ham qafasga oldim, baribir qo'yishga harakat qildim. 5 polosa rampaga qo'yish sal qiyinroq. U fura haydovchilar rampa biladi. Xullas shu yuk tushirish jarayoni. O'zi tushiraydi. Böyle kardeşim. I must take photos. It's so pretty. Okay. Rasam da oluyor. Good. Okay. Okay. Thank you, sir. Right. Hujjatlarni ishxonaga yuboramiz. Mana dispetcherga. Shu tekshirib oladi. To'g'ri pechat, to'g'ri joyga to'g'ri pechat olinganmi? Xullas hammasini ko'rib chiqadi. Bitta ikkita. Короче, ikkita varaqlik hujjat bor edi. Uni bermadi. Hozir обязательно so'raydi bu. O'sha ikkita varaqlik hujjat beradi. Keyin men bunga aytaman, kserokopiyasi yo'q. O'sha uchun ushlab qo'yamiz. Shunaqa. Ana yubordim. Endi kutamiz. Nima deyishini. Yaxshi normalni desa, boshqa yuk bersa, hozircha yuk bergani yo'q. Boshqa yuk bersa agar boshqa, keyin yana yuk yuklashga ketamiz. Gaz. 16 minutga yukni tushirdik. To'g'ri. Короче, dokumentlar normalni deb yozdi. Doka okey deb. Endi buni har kimga har xil planshet bo'ladi. Bu bizning planshet shunaqa. Krestni bosamiz, завершить. Tamam. Ожидание turibdi. Bironta boshqa zadaniya qo'ygani yo'q. Endi bironta zadaniya qo'ysa agar ketamiz. Bo'lmasa yotamiz sana yaqinga bitta ishxona bor, parkovkasi bor. Bu yerga kelganman-da, shu from zonaga. Mana bunday chapga qaytib ketasiz, yo'ldan chiqib. Parkovkasi bor, o'sha yerga kirib yotsa bo'ladi. Dushi ham, tualeti ham, hamma условиялari bor. Agar zadaniya bermasa agar o'sha yerga yotaman, короче. Zadaniya bergani yo'q. 50 minutdan buyon turibman. Bo'sh zadaniya bergani yo'q. Endi o'zim aytgan ana bu yaqinga parkovka bu o'sha yerga borib yotaman, xavfsizroq. Berlarga nimalar, qarachilar alo-bulo qarab yotibdi. O'sha uchun vaqtliroq haydamasdan obro'y borligiga hech kim gapirmayman. Parkovkaga borib turtgan yaxshi.
Xullas, mana shu yerga kelib faqat to'xtayman. To nima qilgancha. Yana 3 soat 40 minut haydab bilaman o'sha. 6 soat 14 minut. Yana smenam tugashiga qolgan. 9 soatdan bo'lsa agar yangisi meni beradi. Qalab soat 1:40 ga ishni boshlagan bo'lsam agar, demak soat 4:40 gacha, kechki 16:40 gacha ishlab bilaman smenam. Hozir soat 10:30. O'sha uchun to 16:40 gacha balki bironta zadaniya tashlashim mumkin. Xullas videoni davom ettiramiz. Mana hozir 50 minut turib, 50 minut turganimdan keyin hozir zadaniya tashladi soat 2:00 ga, soat 11:20. Soat 2:00 ga Gollandiyadan yuklayman. Gollandiyaga yaqin turibman-da. Yukim Fransiyaga 27-chida tushadi. 20 olaman, 27 yukumni tushiraman. Xullas endi ketdik yuklashga. Значит, soat 1 ga uyg'onasizmi, 2 ga uyg'onasizmi? Ba'zi kuni bo'yi ishlashga majbur bo'lasiz. Mana shunaqa tomoni ham bor Yevropa. Endi yuklash joyiga qarab gaz. Dobre. Loading or unloading? Loading. Load. Picture status. Yep. Private. Oh. Yep. I open the gate. You know where to go? Over there. Left. Park on the right. Yes? I'll be right there. Bu ayolgina tushuntirishicha, ana shu o'zi to'g'ri ketayotganimda kansay, keyin chapga qaytib, parkovka palasaga o'xshagan joy bor ekan. O'sha yerda to'xtab, keyin bokovoy chap tarafni ochar ekanim. Ikkita narsa yuklaykan o'zi, ikkita stanok. Biri o'zi yuklash joyiga qarasam agar, space texnikalarni nimasi? Stanogi. Tipa yo'lga nima, yo'l spraykon, yo'lga u bu narsa sepaykon, muzlagan vaqt. Shunaqa narsa ishlab chiqarayotgan zavod ekan. Zavod bu zavodchami bu, xullas shu. Mana u ayolgina aytganday, mana shu parkovkaga saqlash kerak, короче. Chiziq bilan tekis saqlash shart. Chiziqdan tashqari yo'q, qiyshiq saqlash yaxshi emas Yevropaga. Bu yerga qarasak 1 soat 2 minut, значит 8 soat 59 minut haydaganman. 2 soat 39 minut qolgan smenam tugashga. Xullas endi ulgurish kerak. Mana bu yuklash joyi. Mana shu stanoklar, mana shu оборудованиялар yuklansa kerak. Yana endi videoga olishga harakat qilaman yuklash jarayonini. Ulgurish kerak endi bir-bala qilib yuklashga. It is open side. Okay. Two open side. Two. Okay. İki tane şunu yüklerken.
Mana shu ikkita narsa yukladik. Mana quloqlari bor ekan. 4 ta. Ishqilib mana shuni bog'ladik tagiga. 4 ta oyog'iga kovrik. Bu yog'i ham shu. Oyog'iga kovrik. Paska paletiga buni bu tirchotka qirmasligi uchun. Tamam, yo'q shu. Tomam ko'tarilgan. Tomni tushirishni o'rgatyapman. Ana qisaydaga tushadi. Ana bilan o'zi tortamiz tushadi. Shu tamom. Mana yukni yuklab bo'lib, bog'lab, dokumentlarni rasmga olib yubordim. Hali qarib 1 soat vaqt bor. Smena tugashiga. Endi bir balo qilib parking topish kerak. Parkovka topib, smenani yopib, dam olish kerak. Konvertga ikkita smer, pritsepdagi отдельно smer hujjat bo'ldi. Tegachdagi, mashinadagi отдельно hujjat bo'ldi. Tamom, mana nimadan, kartadan qarasam agar, o'ziga yeta bir necha kilometr bu. Mana parkovkacha znaki bu. Xullas o'zi mana shunchada. Mana bunday. Trassaga chiqdim, bitta parkovka bor ekan. O'sha parkovkaga saqlab, smenani yopib, tamom. Dam. Hujjatlarni yubordim, hujjat yuborganimga tamom, tekshirib ko'rdim, hammasi yaxshi ekan. Xullas bu parkovkaga gruzovoy yuk mashina, avtobus kirishi mumkin emas ekan. Faqat yengil mashina uchun ekan parkovka. Endi ketdik, vaqtimiz yetsa endi. Keyingi parkovkaga 48 minut smenam tugashiga hozir 25 minut qoldi. Nashnoy smena tugashiga 25 minut qoldi. 25 minut ichiga endi parkovka topishim kerak. Mo'ljallangan parkovka. Gruzovoy zaprashon ekan. Yuk mashinalar mumkin emas ekan kirish. Ha, xudo xohlasa yo'ldan chiqsa kerak ekan parkovka. Yo'q, bismillah deb ana shu parkovka. Yo'q, 12 minut qoldi. Nashnoy smenam tugashiga. Bu ham xirra ko'rsatib yotibdi. 12 minut qoldi. Hozir kirib bitta joy topish shart, lekin yerdan. Era yo'q, bera yo'q joy. Mana era joy bor ekan. Bor ekan joy. Ulgurdik. Xudoga shukr, ana ulgurdik. Поверните налево. Ana shu primoyga qo'ysam, yo'lkaga qo'yayim. Ana shu to'g'riga qo'yaman, chiqib ketaman. Движение по автомагистрали. Xullas. U yerga nimaga qo'ymadim? U trassa g'ang-g'angi eshitilib turadi. 25 metrliklar deyapti. Bu zamon 25 metrliklar. Meni ham uzun-ku. Men ham tandim-ku. Böyle bo'ladi. Sal orqasini muki. Mana qilamiz. Planshetini qarab olibdi bu videoga. Geçen yopishtirib qo'yayim. Gap so'zsiz. Ana shunday tursa. Tamom, ana ulgurdik. 10 minut qoldi. Hozir tushuntiraman buni nimaligini. Hozir men 9 soat 5 minut, 6 minut haydadim mashina. Lekin smenam, nashnoy smenam Malatovga, Zagorska shularni hisoblab 9 soat 50 minut bo'ldi. Nashnoy smena shu kechqurun siz soat 12:00 dan to ertalab qiyradir 4 gacha, qiyradir 6 gacha. Agar unaqa bo'lsa, agar nimangiz bo'lishi kerak, nima deydi? Firmangiz o'zi belgilab berish kerak hujjat bilan. Xullas, nashnoy smena ishladingizmi? 1 minut ham olsangiz agar, o'sha 12 dan 6 gacha masalan kechqurun. Ayrim mamlakatlarda 1 minut ham olgan bo'lsangiz agar, nashnoy smena o'sha kuni siz 10 soatdan oshiq ishlamasligingiz kerak. Malatov plus rul. Meni Malatov plus rulim 9 soat 50 minut bo'ldi. Rulim mo'sha haydaganim 9 soat 10 minutmi, 5 minutmi shunday bo'ldi. Xullas, ana shu menimcha nashnoy smenani tushuntirdim. Ana shunaqa gaplar, shunaqa ham kun bo'ladi. Masalan, soat o'zani 4 16 ertalab 1:40 nachaga boshlagandik ishni. Qarachi, ana shu vaqtgacha ishladik. Shunaqa ish kuni ham bo'ladi Yevropaga.
Endi buni bir foydali tarafi bor. Endi har kuni ham podrad qilmasa kerak insofli nimalar, firmalar. O'zi ana endi becha chislo 23. Endi 27-chislo 4 kundan keyin nolga uyquni tushirishim kerak. Demak, bugun yotaman, to uyqudan tuйganimcha ertaga soat 8 gami uyg'onaman, 7 ga uyg'onamanmi. Ishni boshlayman, boraman. Yana shanba kuni ham shu ishni qilaman. Bugun panshanba, erta juma, shanba. Juma shanba boraman yuk tushiray kun joygacha. Keyin uxlayman dushanbagacha. Endi bu yog'i sobotda demoqchiman. Xullas menimcha bu ham bir Yevropaning bir mashaqqatli seminarlaridan birini ko'rsatib o'tdi. Shunaqa seminarlar ham bo'ladi. Mayli, xayr, shu bilan videoni tugatsam ham bo'ladi. Hammaning ishiga omad, kissasiga daromad. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.